Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zamon bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardob suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi badoq, mol dedi badoq, berdi dedi badoq. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltik tugaydi. Sizlarga qalbi yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. Bo'pti. Nega boratdim? Mening yana qanchalik umrim bor? Xudo biladi. Umr bo'yi mushu zavodda ishlab, kuchimdan ayrildim. Xudo, mening bolalarimni xo'jayinlarga ishlaydigan ishchi qilmag'aysan. Mushu eg'ir kunlarning cheki bormidi? Ustimizdagi eg'irchiliklar ko'tarilib ketami? Kerim Axun usta texi 50 yoshdan andila oshgan bo'lsa-mu, o'zini 80-90 yoshlik bo'y chaqlaydi. Chunki u butun kuch qudratidan ayrilib, ishki murisi chiqib, nursiz ko'zlari pildirlab, razga odamga aylanib qolgan edi. U g'azab bilan shu so'zlarni aytdi-da, keyniga burilib to'plashib e'lonni o'qiyotgan va ba'zilari birda qayg'urib, birda g'azablanayotgan ishchilarga qaradi. Qani, qarindoshlar gap qilsanglar-chi. Usta, men ikki qiz gap qilay, dedi yoshroq bir ishchi past ovoz bilan. Biz ishchilar nemishqa qo'yga o'xshash yashaymiz. Nemishqa xo'jayinning deginiga ko'naveramiz. Bo'shonlik qilgan seri bo'lsa qiladi bo'la. Nemishqa o'zimizni ruslab chimroq turmaymiz, ha? Hay. O'zimizni chimroq tutayli desak, kuchimiz ojiz. O'zimiz ziyon tortib qolamiz. Hukumat bizning gapimizni qilmaydi. Hali mil tutqanlar keladi. Qog'ining ko'zini cho'qimaydi-da, dedi yana bir ishchi ko'pchilikka qarab. Pakar bo'yliq, tambal kelgan. Yeshi 35larda bor bir ishchining so'zi boshqacha bo'ldi. Xo'jayinning degani bo'yicha ishlavermamdoq. Amgakchan odam ko'p ishlashdan qo'rqatdimi? Bir oz jiqroq ishlaganga nima bo'ladi-doq? Kerim Axun usta uningga burilib qaradi. Hey, men bu yosh vaqtimda seningdek kuchlik, yo'lbosdak yigit edim. Biz qirib, rastlab chiqqan terlarni duglaydigan bo'lsam, egiz tog' bo'ladi bilamsa. Hozir qiridiq. Kuch-quvvatimiz tugidi. Koni ishchilar xuddi meg'izni ilib olgan o'riqchidek sharoqlab qoldik. Mushu holda yana 2 soat o'shiq ishlaysa desa, tugashmamdiq. Yo'q desam qo'g'lib etadi. Qandoq qilamiz? Nima desa xo'p deb turamdiq. Men sizlarga bir yangi xabarni aytay. Yaqinda 6 shahardan nurg'un ishlamchi bolalar chiqibdi. Biz ishlamayman deb ketib qolsak, shularni ilib o'rnimizni to'ldirmoqchi, dedi Zayniddin ko'pchilikka qarab. Bu so'z bilan tushma-tushdan varqirashlar anglandi. Kuchimiz bochog'da ishiltib, kuchimizning qolganda qo'g'landi ekan bo'la. Nima? Bizning butun kuch-qudratimizni mushu zavod yab bo'ldi. Qani, qo'g'lab baqsin, bizni unchalik bo'zak ko'msin. O'zimizni bir tunutib qo'ymasak bo'lmaydi. Ular shundoq deb varqirashgan bo'lsa-mu, boshlarini tovan selishib, uy-uylariga tarqalib ketishdi.
7-bab. İş cho'ng'ishga boshladi. İşçilarning g'azab nafrati oshmoqda edi. Mol bahosi dammidan o'rlavasa, bergan puli bir oylik yemek-ichmakka yetmayvassa. O'lganning ustiga tepgan degandek, yana ish vaqtini uzartib olsa, buningga qandoq chidab turg'ili bo'ladi? İşçi degan mu odam, u mashina emas. U yeydi, ishchidi, kiyim kiydi. İşçilar mana bularni o'ylagan seri yuzlari tatirib, chek tomirlari ko'patdi, mushlari tugilatdi. Sho'x yigit deb atalgan Rishtmu endi beshiga yugan selinib qolgandek unsiz bo'lib ketdi. Uning qurg'uyum naqsimi anglanmas bo'lib qoldi. İşçilar qat'iy niyatga kelmaguncha hozirgi yuz berayotgan nohaqchiliklarni tugatkili bo'lmaydiganligini his qilishdi. Buning uchun ish tashlab xo'jayin bilan ochiq so'zlashish kerak. Zavod gudikini chelib, o'ylig'i yig'ilib, talablarni o'ttirg'i qo'yish kerak. Bir necha odam tarafidan birlikka kelingan bu gap hoyt-hoyt deguncha sex-sexlardagi ishchilarga yetkazildi. Ular gudukning chelinishini kutib taqazzo bo'lib turdi. Shu chog'da guduk mezgilsizla dahshatli ho'rkirab chelindi. İşçilar sex-sexlardan qilayotgan ishlarini tashlab, zavod idorasining oldiga to'planishdi. Guduk ovozini va ishchilarning vangchonglarini anglab, ishxonasida o'ltirolmay qolgan Hasanjon buxgalter sirtqa chiqishga majbur bo'ldi. U bilatdiki, guduk ovozi ishchilarning ishini tashlab, idora oldiga yig'ildiganligidan derak beradi. Ammo xo'jayin ishchilarga yetkazadigan muhim xabar bor demagan. Uning o'zimi hozir yo'q. Bu nima ishdir? Hasanjon boshliq bir necha xizmatchi huduqib tamtirab qo'ylig'i chiqdi. Ishchilarning ruhiy kayfiyati boshqacha. Ular qopoqlarini turishib, mushtlarini tugishib, jo'shqin holda ularning oldida turadi. Ishchilarning eng oldida turgan Kermoxun, Reshid, To'xti qatorliqlar xo'jayinni ko'zlari bilan izlamoqda edi. Xo'jayin ko'rinmaydi. Hasanjon buxgalter ko'pchilikka qarab kulimsirab turib, "Ay Kermoxun aka, sizlar zavodning o'z odamiga gudikni chilib ishni to'xtatganinglar nemisi? Ish birdan to'xtab qolsa qanchalik ziyon bo'ldig'ini sizlar bilasizlar-ku. Har qancha gap bo'lsa, chiroyli deysak bo'ladi-ku. Bu qilganinglar faqat bo'lmaydi juma. Sen to'liq kapshima", dedi To'xti ko'zlarini chekchaytib g'azab bilan. "Xo'jayinning nadligini chapsanroq et. İşçilarning uning deydigan gapi bor. Bizga sen kerak emas, xo'jayin kerak. Uqdingmi?" Hasanjon buxgalter olib qordida g'azabli ko'zlarini ko'rib, ko'zini ulardan qochirib dedi. "Xo'jayin hozir ishxonada yo'q. Ishinglar bo'lsa, menga da'v beringlar. Xo'jayin kelganda o'zim yetkazib qo'yaman. Qandaqli ish bo'lsa, hal qilg'ili bo'ladi emasmi? Buncha bola g'alaba qilib ketishning nima hojati? Biz mana hozirdan boshlab ish tashildik. Bizning 3 turli shartimiz bor. Bu shartlarimizga xo'jayin qachon ma'qul bo'ladi ekan, shu chaqda ishga tushimiz, bo'lmasa ishga tushmaymiz. To'g'ri, shunday qilamiz", deb varqirashdi ko'pchilik. Qani, shartlarni aytib beringlarchi. Birinchi, ishchilarni ishdan bo'shatish ma'ni qilindi. Ikkinchi, ish vaqti uzartilmaydi. Ish haqqi belgilangan vaqtda berilib turadi. Uchinchi, ishchilar vakili bilan xo'jayin o'ttirisida kelishim tuzildi. Bu shartlarni anglagandan keyin Hasanjonning chiroyida qon qolmadi. Yuzlagan ko'zlarning o'ziga qodilib turganligidan u huduqqan holda, "Men telefonda xo'jayinni chaqiray, shartlarga o'zi javob bersin." U bo'limga kirib ketdi. Keynidan ishchilar vakillari mu kirdi. U turibgina qo'liga oldi. Alo. Menga soqchi idorasi kerak, soqchi idorasi." To'xti o'zini tutib ololmay kulib atkili tas qoldi. Chunki zavod bilan soqchi idorasi o'ttirisidagi telefon simini bugun atdegan ishchilar kesib tashlagan edi. Buxgalter buningdan xabarsiz bo'lg'achqa g'uduqib qoldi. "Bu 3 turli shartlar meningcha bo'ladi, lekin xo'jayin kelsin, maslahatlashib ko'raylik. Sizlar ishchilarga aytib qo'yinglar, ishni ishlab tursin. Maslahatlashib bo'lgandan keyin bir gap bo'lar, ha?"
Bu ko'pchilikning qarori. Biz javob olmasdan hargiz ishga tushmaymiz, dedi Rishit qat'iylik bilan. Ular Hasanjon buxgalterning javob berilmaydiganligini bilatdi. Shunga bo'limdan qaytib chiqdi-da, ishga o'tirdi bo'lingan gap so'zlarni ko'pchilikka so'zlab berdi. Ko'pchilik o'z qarorida mahkam turdi. Xo'jayinning ma'qulligini olmoqcha ishga tushmaydiganligini bildirishdi va uy-uylariga tarqalib ketishdi. Shuning bilan zavod ichida buxgalter Hasanjon boshliq bir necha xizmatchilardan boshqa birmi odam qolmadi. Necha yuzlagan ishchilarning sex-sexlardagi har xil mashg'ulotlari bilan xuddi qaynayotgan qozondek purxlab turadigan zavod ichi birdilla bo'ron uchirib ketgandek jimib, surlik tusga kirib qoldi. Osta urayotgan shamol qog'oz parchalari va g'azonlarni uchirib yuratdi. Sexlarning ichi g'ung'ib qoldi. Ish tashlash yuz berib bir necha kundan keyin kun issiq bo'lgani uchun hok suyiga chilangan minglagan teri biqsib buzilishga boshlab echigan puroqlar tarqalmoqda edi. Qanday qilish kerak? Yangidan 6 shahardan chiqqan ishlamchi bolalarni qabul qilsa, ishning yo'lini bilmaydi. Mushu ish bilan zavodni taqsa texmi bo'lmaydi. Xo'jayin nihoyatda qiyin bir masalaga duch kelgan edi. Oxiri hech qanday amal qila olmagan xo'jayin ishchilar vakillariga "Bo'ladi, shartinglarga ma'qul bo'ldim", dedi va uqtirish qilgandan keyinla ishchilar ishga tushdi. Kunlar o'tmoqda edi. Xo'jayin ma'qul bo'lgan 3 shartning birida ishchilar vakili bilan xo'jayin o'tirsida kelishim tuziladi deb belgilangan edi. Lekin xo'jayin turli bahona sabablarni ko'rsatib, hozirgacha kelishim tuzilmay kelyapti. Gap qilmay qo'yib bersa, kun o'taverdigandek qiladi. Xo'jayin uningdan eg'iz ochirgandek emas. Bir kuni Zayniddin xo'jayinning oldiga kirib keldi. Xo'jayin Zayniddinning beshidan oyog'igacha g'azabini yoshirib qarab chiqdi. "Xo'sh, bu yoqqa kiribsiz. Biror ish bormaydi?" "Albatta ishim bor. Ishxonangizda o'ltirmaydi ekansiz-ku." U Zayniddinning og'zidan gapni tortib elib, uni boshqa yoqqa burib etmoqchi bo'ldi. "Ishxonada o'ltirg'im yo'q. Ishchilar orasida bo'lsam, masterliknimi yaxshi qila olayman-da. Xo'jayin, haliqi kelishim texchi tuzilmadi. Ishchilar yana g'ulg'ul qilyotdi. Meni vakil qilib kirgizdi. Bunga nima deysiz?" Bo'ladi, tuzayli, o'tiring", dedi u qopiqini silib. Uning ochiqqa kelganligi bilinib turadi. "Uning xizmatini o'stirsam, ishchilar tarafga o'tib olib, menga put etayotganini qaramamdigan. Yaxshilikni bilmaydigan, bilimsiz", deb o'yladi u ich-ichidan yenib. "Siz bilan kelishim hosil qilib ishlashga to'g'ri kelyapti", dedi Zayniddin. Ularning kelishim hosil qilishiga ancha uzun vaqt ketmadi. Qisqa talash tartish qilingandan keyinla kelishim tuzildi. Yangi kelishim bo'yicha har oyda ishchilarning ish haqini master Zayniddin belgilaydigan bo'ldi. Pul kundan kunga paxallashib ketib borganlikdan ish haqini mahsulotning tanarxiga qarab belgilashga to'xtatdi. Ishchilar endi rozi bo'ldi. Bu ishchilarning ko'nglidagidek kelishim bo'lgan edi. Zayniddinning ishchilar tarafda turib va'dasida turganidan hammasi uningga oprin aytishdi. Ammo ma'lum vaqt o'tgandan keyin xo'jayin buningga chidamadi. U buxgalter orqali ish yurgizmoqchi bo'ldi. Xo'jayinning o'y-xiyol, planlariga moslashgan Hasanjon buxgalter Zayniddinning belgilangan ish haqqini buzib, o'zlarining deganini qildi. Buni uqqan Zayniddin sexdan chiqqan peti buxgalterning ishxonasiga kirdi. Uning kaynidan bir qancha ishchining kirganligini u to'ymay qoldi. Ularning ko'zlari yenib, badallari titrab, chiroylaridan g'azab nafrat ifodalanib turadi. "Buningga sizning olishdigan nima haqqingiz bor? Bu xo'jayin bilan tuzgan kelishim tursa", dedi Zayniddin o'ngib. "Aldirma, seni bilaman Zayniddin. Sening nima qutratliqlarni qilib yurganingni obdan bilaman." Buxgalter qizirib o'rnidan turib ketdi.
va jili bo'lib ishxona ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Zayniddin sizni qo'yib sallab tushdi. Xo'sh, ma'qul. Sen nimani bilasan? Nimaga asoslanib ish haqi kelishimini buzding? Hozir mahsulotda ziyon eshib ketyapti. Bozor kasat. Sen master turib, xo'jayinga mo'shundoq ziyon solsang bo'lamdi. Sening ishchilar orasida pitni pasa terayotganingni bilmaydi odamsan. Tuhmat qilma. Masterlikni o'stirdi deb ishchilarning manfaatini yerga urishga vijdonim ko'tirmaydi mening. Agar buningdan ki ish tuzgan kelishim bo'yicha bo'lmaydigan bo'lsa, men bu yerda ishlamayman. Uqdingmi? Ishlamamsan o'zingning ishi. Buningga men ozlishamayman. Ishlamayman desang, yo'ling ochiq. Ana. Buxgalter o'rniga kelib o'ltirib, oldidagi qandoqdir bir qog'ozlarga qarab turib oldi. Uning bu qilg'ini endi ish tugadi degani edi. Zayniddin tushandiki, buxgalter kelishimni o'z oldiga buzolmaydi. Uning kaynida cho'qim xo'jayin bor. Xo'jayinning degani bo'yicha u buzgan. Zayniddin shularni his qilib, endi bu yerda ishlashning o'rni qolmadi deb o'yladi-da, ishxonadan chiqib ketdi va shu chiqqancha zavoddan ketdi. Biroq ishchilar orasida g'ulg'ula qarshilik kuchayishga boshladi. Bir qancha kun shu tariqada o'tdi. Ular endi qanday qilishni o'ylashayotganda, bir kuni tuyuqsizlar guduk g'o'ngildab chelinishga boshladi. Mezgilsiz chelingan guduk ovozi ishchilarning yig'ilishiga berilgan signal edi. Ishchilar six-sixlardan chiqishib, o'yli maydoniga yig'ilishga boshladi. Ishchilar bu nima gap, nima ishdir deganda qilishib, ansizlik yongan ko'zlari bilan bir-biriga qarashdi. Hammasi yig'ilib bo'lgandan keyin xo'jayin puxracha kiyingan bir odam bilan paydo bo'ldi. Kishilar uning xanzu yoki tungalligini bilolmadi. Puxracha kiyingan odam qo'lini bir shiltavedi, qosqon shapkasining chiyigi oq, qora kiyimlik 10 necha qurolliq saqchi yig'ilgan ishchilar oldida qator tizilib turdi. Hay, xo'jayinning yin turgan kim u? Ko'migan narsa u. U saqchi boshlig'i Lyubinde bo'ladi. Urumchidan kelgan. Shuningdan keyin Hasanjon buxgalter bir parcha oq qog'ozni elib chiqdi. Hozir men xo'jayin nomidan so'zlayman. Ishchilar o'tgan qitim o'ttirib qo'ygan 3 turli shart va tuzilgan kelishimning inovatsiz ekanligini jakarlayman. Endi pitni pasatchi ishchilar orasida qudratqullik qilgan odamlarning zavoddan qo'g'langanligini e'lon qilaman. To'xta. Rishit. Kermaxon. Zavoddan qo'g'langan ishchilar 13 edi. Orqadan buxgalterning uni yana anglandi. Bularning o'rniga 6 shahardan ish izlab chiqqan ishlamchi bolalarni qabul qildik. Ular bilan yaxshi hamkorlashib, ko'nlar, yinglarga ishning yo'lini obdan o'gitib, yaxshi ishlanglar. Chataq chiqarganlarning oqibati mana mushundaq bo'ladi. Yig'in tugidi, tarqilinglar. Zayniddin zavodda yuz bergan keyingi ahvollarni zavoddan qo'g'langan Kermaxon ustidan o'qdi. Bu chaqda Zayniddin shahar sirtidagi Ili daryo bo'yidagi boshqa bir zavodda ishlayotdi. Bo'ra qancha yovuzlashsa, qopqonga shuncha tez tushidi. Kermaxon aka, bu ishlarning so'riqi bo'ladigan chaqlar keldi. Tun har qancha qorong'i bo'lsa-mu, baribir tong otadi. Deganida Zayniddin shu chaqda. Shu kunki ishlarni siz ko'midingiz. Bizni qo'g'laydigan chaqda zavod ichini shunda surbesib ketdi. 10 necha qurolliq saqchi keldi. Ular bizga qurollarni tanlab turdi. Leo degan bir boshlig'imi bor ekan. Uni Urumchidan kelgan deydi, ammo u puxroch kiyingan. Bizning hech kimni mansitmaydigan xo'jayin uningga xushamit qilyotdi. Shuningga qaraganda u xeli cho'ng amaldor o'xshaydi. Shundoq, u cho'ng amaldor. O'lkilik bosh saqchixonning muavin boshlig'i, g'uljilik tungan. Jallodlikda Shimsaga yarab qolg'achqa uni o'stirgan. Hozir g'uljidagi odam tutish, o'ltirishlarning bosh atamani ashu ablah. U o'zila emas, yinidagi bir qancha odamlarimi puxroch kiyinib, nagollarini qo'yniga yushirib, ko'cha rastlarni o'yinlab, tinglab yurdi.
Ularning yalab olgan lükchaklarimi bor texi. Qaysi kuni bir muallim go'mindanga qarshi 4 eg'iz gap qilib qo'yganligi uchun ko'kko'ykning qayrilgan yerida aşı lükchaklar tarafidan pichoq tiqib o'ldirilgan. Hech qanday gunohi yo'q, turmaga ilingan odamlarning o'lim xabari kelyotidi. Mana moshuningdek sonsizligan ishlarning bosh atamani aşı Lyubindi. Xo'sh, o'zingizning kuni qandaqroq? Hey, 4 ko'cha do'qmishida yamoqchilik qilyapman. O'ldiringiz asqitibdi-da. Hey, zavodga 30 yil ishlab, oxiri qolgan kunim mushu. Yaman emas ukam. Uyning choy tuzini qamdab ketyapman. Japatasang halovat ko'rsan deydigan. Tatmagan japarimni qammidi. Halovat bizga nisb bo'lmagan o'xshaydi. Nisb bo'ladi. Cho'qim nisb bo'ladi. Yaxshi kunlarga ega bo'lamiz. Oyning 15i qorong'i bo'lsa, 15 yo'riq bo'ladi emasmi? Qorong'ulikdan besharat berayotgandek, quyoshmu bulutlar orasidan chiqib, atrofga uning sarg'uch, qizg'uch sho'llari yeyildi. Havoning sat tutilib ketganiga qarab, yomg'ir yig'ib qolarmikin deb o'zini daldiliq yerlarga olganlar quyosh nurini ko'rib ko'chalarga chiqdi. Qaynam toshqinliq bozor so'rini qaytadan jallandi. Zeyniddin ko'zini 4 ko'cha do'qmishida mig'ildab yurgan odamlarga tikdi. Bu bozor o'z qo'yniga nimalarni yo'shirgandi. Kishilar nimalarni o'ylayotgandi. Osta urayotgan shamol bo'ronga aylanmasmi? Aylanadi. Elitin uning shapsi sezilyapti. Pat orada cho'qim hurkirab bo'ron chiqadi. Zeyniddin atsa atdiganda Eli daryosi bo'yidagi cho'ng yo'lni bo'ylab teri zavodga ketyapti. Atdiganlik quyosh parlab chiqqan. U shalong bulutlarni oralab o'rlamoqda. Do'lqinlanib eqiyotgan Eli daryosi tarafdan salqin shamol urilmoqda. Daryo bo'yidagi yog'och zavoddan yog'och besilgan harvalar uzilmay orqa-orqadan kelmoqda. Beshini silib kelayotgan Zeyniddinning xiyollari chechilib ketgan. O'riqqini kelgan vijik, kaki soqolliq bir bo'voy chanzi besilgan harvisini haydab kelayotdi. Tuyuqsiz harvining ishkili chaqi patqoqqa petib qoldi. Harviga qaytilgan o'ruq, qizil o'kuz shuncha kuchab tortsimi, harvini patqoqdan chiqara olmadi. Onun qicha yo'lovchilar yig'ilib kelib, biri buldan chiqib turgan o'qni kuchab ko'tirib, biri mo'radab, yana birisi ishtirib degidek, ha-hu deyishib, harvini patqoqdan chiqarishib berdi. Bo'voy xushalliqida kishilarga qayta-qayta rahmat aytdi. Ha, qani bo'va mansla. Bu rahmat aytqudakmi ish emas. Dedi biri yo'l chetidagi eriqda qo'lini yuvib etib. Shu asnoda boj idorasining ko'zlari parqirab turadigan semiz bojgiri kelib qoldi-da, qopqini turib: "Hey, sizlar bu yerda nima cho'qon sep yuraysizlar? Cho'qon sog'inimiz yo'q. Buni harva patqoqqa petib qolgan ekan. Ha-hu deb chiqarishib berdik." Bojgir harvaga ko'z yugurtib: "Chanzlarni tushiringlar, tekshirma. Bu ko'ni chanzlar olgan chog'da bojlatgan. Hozir tamg'isi o'chib ketdimi-ekan? Bo'lmaydi, tushir degandek kel. Tez tushir." Bo'voy o'ng chiqmasdan tishini tishlab chanzilarni bir-birlab tushirishga boshladi. Bojgir tushirilgan chanzilar orasidan ko'na, tamg'isi yo'q 3 dal chanzini tepib oldi. U xuddi cho'ng bir ish qilgandek mag'rurlangan holda qo'lini shiltib: "Ay, o'lmaydigan qeri, sen hukumatning boj qonuniga xilof qilgudek bo'ldingmi? Meni ko'maydi degan meting ya. Aldamchi, hozir jarimani to'la." "Bojgir bolam, mana 3 tal chanzini eski uyimdan sug'urib olgan. Ko'ni chanzlarni bojlatadigan ishim yo'qdi. Amalsizlikdan setishga majbur bo'lib edim. Xudo haqqi, menga rahim qilsangiz, bo'lmasa, mana yingroqlardan qanchini olsangiz edi bilan." "Bo'lmaydi. Nemanda g'araz uqmaydigan nemisan? Jarimani to'lamasan, turmada yotsan. O'kizingnimi ep ketaman." Atrofdagi kishilar g'azablangan bo'lsa-mu, biroq bir eg'izmi gapsiz qilolmadi. "Qanday qilg'uliq endi? Yenimda bir tiyinmi yo'q tursa?" "Qancha pul? Mana men beraman." dedi Ergelo harvi ustida o'ri turgan seriq yuzlik,
ko'k ko'zlik bir kishi harvisidan tushib. Hammaylan uningga tikilib qaradi. U odamlar orasidan ishtik chiqib, yonchuqidan pul oldi. Uning yuz ko'zlaridan g'azab nafrat to'kilib turadi. Semiz bojgir uning qo'lidan pulni elib, sanab yonchuqiga soldi. Ondan beshini langshitib qo'yib ketdi. Bovoy ko'k ko'zlik odamni quchoqlab, kichik boladek yig'lavatdi. Siz mening bola chaqlarimning savobini oldingiz. Bergan pulingiz uchun Mo'sha chanzlarning yerimini eling ukam. Pul bergan kishi boyga tasalli berib, chanzlarning harvig'i besishib berdida, uni yo'lga soldi va harvisini haydab ketayotgan boyning orqasidan miqida kulib qarab qoldi. Odamlar tarqalishga boshladi. Siz kim bo'lasiz? Dedi Zayniddin mengishga taraddudlanayotgan odamning oldiga kelib kulimsirab. Ismim Goyat. Bayden so'rab yezdim bir harvi saman akirgan. Shuni setib yenishim edi. Bu ishga uchrabdiman. Boyga xayrxohlik qilgan Goyat ismli bu dehqonning ishidan ta'sirlangan Zayniddin uningga qo'lini uzatdi. Ishchiman, tanishib qolayli. Ismim Zayniddin. Bu oyni cho'ng baladan qutuldirib qoldingiz. Shahardagi harvilarni saysiga tutyotdi deb anglab, shaharning sirtidaroq mangan edim. Bu oyga bak ichim og'rib ketdi. Saman sotgan pulimning hammasini berib etdim. Bo'lmasa, bovoy qandoq qiladi dedinga? Zayniddin uning kambag'alligiga qaramay, bovoyga xayrxohlik qilganiga qarab, ishonchli holda: "Xalqimiz eg'ir kunlarga qoldi. Ko'rdingizmi? Bojgirning qarab turib, zo'rlik qilganini. Hay, bundaq ishlar hozir chiqib bo'lib ketdi. Yezdimi, dehqonlarning ko'magan kuni qolmayotdi." Goyit nemishqidir so'zidan to'xtab qoldi. U bu notanish odam bilan hukumatga qarshi so'zlarni qilishdan ehtiyot qildimi, bu yerdan darhol ketish o'yiga keldi. Xo'shman yalay. Yana uchrashib qolamiz. Oldiraydim. Xo'shamsa, omon bo'ling. 8-bob. Bu yil nodamning bo'yi lo'ngida o'sib yigit bo'lib qoldi. Uning buriti xat tortgan. Yüzü to'lgan. U 8 xil bug'doy besilgan ergulu harvini haydab, bosh to'g'u bilan shaharga mangdi. Yo'l bo'yi jiran qoshqini ildamlatib, attiganlik choy vaqtida shaharga kirdi. Do'konlar texi echilmagan. Odamlar ko'chalarga to'liq chiqmagan. Shahar varang-churonglari texi boshlanmagan edi. Shuning uchun uningga posh-posh deyishgimi va harvisini ostroq haydashgimi to'g'ri kelmadi. Jiran qoshqa yezi yo'lida qandoq ildamlik bilan mangan bo'lsa, shahar ko'chasidami shundoq ildamlik bilan mangdi. Nodam Aqtam boyning topshirig'i bo'yicha bug'doyni Hurni Saxonning Do'ng mahalladagi bir tuqqanining uyiga tushirib etib, bir chini choy ichibla kayniga yondi. Ammo ko'ra darvozaning oldiga kelganda bir peshkalchilikka yo'l qilib qoldi. Qo'llarida sim qamchisi bor ishga otliq cherik uningga neridan varqirdi. "Hey harva, to'xta!" Nodam bo'jini tortib harvini to'xtatdi. "Saysiga harvangni boyoqqa bura!" dedi ular yetib kelib. Hongtong bo'lib qolgan nodam: "Nima saysi bu?" dedi ularga qarab. "Nimaligi bilan sening ishing bo'lmasin? Nimaligini hozirli bilasan. Bu harvi mening emas, boyning. Boy turmoq avliyo bo'lsa-mu, men degandan keyin mangmamsa." Ularning talatidan dahshat yig'ib turadi. "So'ysangni men bilmayman, boydan so'ra." "Burnining bezi xeli o'sib qolgan harimigo bu?" dedi ularning biri va etini devitib, harviga yondab kelib, nodamning do'mbisiga qomchi bilan birni soldi. Qomcha nodamga xeli obdalla tekkan bo'lsa-mu, lekin g'azbini besib turib dedi: "Bekor nima zo'rlik qilasan? Zo'rlik? Texi zo'rlikni ko'midim. Mana endi ko'rsan." U qomchisini egiz ko'tarib, g'azab bilan nodamga etilib keldi va bosh ko'ziga tarsildatib urishga boshladi. Cheriklar ana shu taxlitda nodamni harvisi bilan qo'shib haydab mangdi. Cheriklarning oldiga tushib, cho'nqur xiyol bilan ketib borgan nodam o'ziga o'xshash sayskashlarning birdandala undan oshqanligini ko'rdi.
bu vaqtdagi sayslar asosan ikkiga bo'linadi. Biri bir kunlik haqsiz saysi, yana biri bir oylik saysi bo'lib, bu Shixudagi Gomindan qo'shinlariga oziq-tulik, kiyim-kechak yetkazib berish saysi edi. Buningga tuvan haq faqat otlarning yem bo'g'ziga yetkudek haq beriladi. Lekin bu haqmu mahallalarga tushgan harbi seliqidan yig'ilgan puldan ajratiladi. Nodam shaharning sirtidagi tugmanga songdan bug'doy to'shidi. Bu jarayonda uning ko'rgini ko'p, yemigini ko'p bo'ldi. Arvonni chaqqan haydamamsan deb yana bir necha qitim tayoq yedi. Xo'rliqqa chidamay bir cherikning qo'lidagi qamchini tortib olganligi uchun bir necha cherik birlashib harg'uchi dumbaladi. Aslida u bir kunlik saysiga tutilgan edi. Lekin cheriklarga yenib qo'yganligi uchun 2 kun ishlagandan keyin qo'yib berildi. U ig'ir bir nafas oldida yo'lning chetida to'xtab buloq suyida yuz-ko'zini yuvdi. Chapinining peshi bilan yuzini surtib, buloq suyidan uchumlab elib, qong'udak ichdi. Shu chog'da onasining topilgan ishi yodiga keldida, harvisini haydab Toshlabga bozoriga qarab yo'l oldi. Lekin bozorga yetmay turibla bir tonishi uchrab qoldi. Uning bosh ko'zi to'pa, kiyimlariga quyuq haq chachirab ketgan edi. Ular amalliq so'rashgandan keyin Nodam: "Nim bo'p ketding Azmatga? Qo'ysangchi ukam bu peshkanlikni. Qozonchi saqchidan kelyapman. Nim bo'lgan? Hay, nemisini deysan? O'gizda 9-10 bog' bedi qolgan. Bu mashkila shuni purab tepibdikan. O'giziga bedi bosgan gunohim uchun qozonchi saqchi idorasini aqlab berib kelyapman." Azimat Nodamdan 3-4 yosh cho'ng bo'lib, 21-22 yoshlarga kirib qolgan ham bularning shiram tuqqini edi. "Tova, bedi deganni o'giziga bosmay nagi bosidi amisa? Bu hukumat hozir o'zining soyisidan o'zi cho'chib qoldigan bo'ldi", dedi Azimat uyoq bu yoqqa qarab qo'yib. "O'gizlarga o'tchib basmaslik, bir yoy yig'ilib turmaslik, kechsi baldur uxlash, chiroq yoqmaslik to'g'risida farmonlarni chiqargan emasmidi bu yurak pokpoklar? Tova, mundaqmi ishlar bor degan. Bu hukumat bir ushshuq bo'ldi dedigina. Nimalar bo'lyotidi? Nagil qarma, tutqun, olvon, urjiqat." Aslida shahardagi soqchi idoralarini oqlab tozalash uchun yuqoridan pul kelib qolgan ekan. Qozonchi soqchixonasining boshlig'i bu pulni o'z yonchuqiga selish uchun tavasidagi mahallani yarim kun oralabdi. Oxiri u o'gizlariga bedi besib, hukumatning amr farmonini buzdi deb 3 kishini tutibdi. Bularning biri mushu Azimat. Ikkinchisi qo'rusining oxiridagi eg'ilning ustiga 5-10 bog' qo'rayni chiqarib qo'ygan bir kishi. Uchinchisi yangla 300 bog' bedi elib o'giziga emas, qo'ru ichiga egiz qilib besib qo'ygan yana bir kishi edi. Soqchi boshlig'i bu 3 kishini hozir opirib solayman, ko'rgilikingni ko'rsataman deb varqirab, no'qishtirib turganda, nadindir gayjong to'pilib kelib qopdi va orig'i tushibdi. "Boshliq janoblari, iltifot qilsizlar, men so'rab olay. Bularning ushoq bolalari bor. Qilgan gunohi uchun soqchi idorasini aqlab bersin." Boshliq gayjongning salosiga taslikda ko'nibdi. Azimat bu ishni Nodamga so'zlab berdi. "Yur, biznikiga tush. Bir kech qon paranglishimiz", dedi Azimat. "Xo'sh, men musanga o'xshash peshkanlik yo'liqib oran qutuldim. 2 kun kechikibmi qoldim. Texi boy nima deydi ekan?" Ular xayrlashib ayrildi. Nodam harvisini haydab Toshlabga keldi. Bu yer qaynagan bozorlarning eng cho'ngi edi. 4 ko'chaning hammasida degudek pulliq mollar selingan do'konlar bo'lib, vapurish bozori, tomoq bozori, yel yemish bozori, qassob bozori va boshqa bozorlarmi mushu Toshlabga bozoriga tutishib ketadi. Odatdagi savdo setiqdan boshqa oltin, kumush, marvoyit, yoqut savdolarimi dal mushu bozorda bo'ladi. Bozordagi odamlarning ko'pligidan ba'zi kunlari ot harvlar bu yerdan o'tolmay qoladi. Havoga chang to'zon,
biqsigan buz uzluksiz ko'tirib turadi. O'z milini maqtab varqiravatgan ushaq o'qachilarning inchga bom ovozlari bilan divanlarning mo'liq nollari bozor ustidagi ses havoni yaratdi. Bu yerda divanlar nihoyatda ko'p bo'lib, ularning tangdan to'lisi ko'zidan ayrilgan yoki boshqa yerlari noka bo'lgan odamlar edi. Ularning ba'zilari yetim yesirlarga yaxshilik qilish to'g'risida nolisa, ba'zilari qandoqdir bir mung bilan mashrab, huvayda, so'pi Allah yerlarning beyitlarini, g'azallarini hukmat qilib aytishadi. Kengrik yerlarda uftisiga uzun qora oli yo'lliq chapar, beshiga ko'la kiyib olgan, beliga kichik bo'g'ma qapoq, cho'ng qo'luli qoplarni esib olgan. So'zlab verib, lavlari qurib, tarlab pishib ketgan maddohlar bir necha shogirdlarini do'st-do'st degizib, atrofiga yuzlagan odamlarni yig'ib elib, ko'zlarini olaytib, qo'llarini shiltib, jangnoma qissalardan maddohlik qilmoqda edi. Qaysi bir divona o'z nollari orasiga "Xalq hoshar bo'lg'aysan, atrofingga boqqaysan" degan beyitlarni qistirib, o'zimu atrofiga sapsilib qarab qo'ydi. Kishilar orasida kimlardir pichirlashib va ishoralik so'zlarni qilishib, boshlarini bilinar-bilinmas holda silkib qo'yishdi. Lekin boshqalar munda xufiyona harakatlarning ma'nosini bilmaydi. Shundoq harakatlarni ko'zitib yurganlarmu yo'q emas edi. Toshlavka bozorida baho hay'atining odamlari ko'p edi. Sirtdan yuzaki qaragan kishi ularning mol bahosining muqim bo'lishini ko'zitib yuridi deb o'ylab qilishi mumkin. Lekin ishning beshidan oxirigacha zansilib qaraganda, ularning ishi asosan o'z yonchuqlarini to'ldirish ekanligini bilib bilish tas emas. Nadam etini to'riga bog'ildida bir do'konga kirib, onchi baho talashmayla matodan birni oldi. Va o'zi shaharga menishdan burun onasi tikib bergan chopinining ichidagi yonchuqidan pulni elib sanab berayotgan chog'da do'kon ichiga baho hay'atining bir necha odamlari kayni-kaynidan kirib keldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaqaysizlar. Biri chiriklar yeydigan ko'ktat uchun to'laydigan siliq. Buni ular saypuli deb ataydi. Yana biri chiriklar kiydigan xay, paypoq uchun to'laydigan siliq. Buni ular xay paypoq bo'li deb ataydi. Nadam, parvonni hayda. Tez bor. Anvar aka sizchi. Bu chaqsan hayda. Anvarning aytqini qaraganda yezlarda kishilar to'ydiq bunda qashsaq turmushdan, ya xudo jonni olsang, ya bizni yaxshiroq bir yo'lga solsang deyishdi ekan.